Assalomu alaykum. Navbatdagi mashq ko'rishni boshlaymiz. Tak. Body mexanikaga misol bo'ladi bu mashqimiz. Juda ham yaxshi. Lekin o'zlari juda ham zo'r. Bemalol ona o'tsangiz bo'laveradi spayningga. Bir ikkita joylarni yaxshilashni maslahat beramiz. Mana bu yerda nafas olishi, nafas olishini qo'shgansiz. Nafas chiqarishini deb. Tak. Mana bu yerda mana bunday turgan vaqtda nafas olsin. Mana bu yerda chiqardik-ku. deb mana bu yerda degan vaqt sal ana qilsangiz, nafas olgan qo'ysangiz yana ham ana beradi. Tak. Mana bu yerga yelkani o'zi tushib ketishi sal g'alatiroq. Xo'p, mana bu oyoq ko'tarilganda qarang, tos mana bu yoqqa burilyapti. Tos mana bu yoqqa burilyapti. O'sha narsa noto'g'ri. Chunki oyoq bu yoqda turibdi-da, oyoq. Ikkita oyoq joyi o'rnatilibdi, tos bu yoqqa qayrilib ketadi. O'sha narsa noto'g'ri. Ya'ni chest qayrilsin, lekin tos qayrilmasin. Shuning uchun mana bu umumiy kontrollerdan mana bu yoqqa rotation qilishingiz yaxshi emas. Umurtqani o'zidan rotation qilganingiz yaxshiroq edi. Keyin qarang, ne tos qayrilib ketyapti-da, umumiy ikkalasi ham bu yoqqa qayrilyapti-da, keyin tos orqaga qayrilyapti. Ko'rdingizmi mana bu yerda? O'sha narsa g'alati bo'lib qolgan. Xo'p. Mana bu yerda oyoq ko'tarildi, tos ana bo'lmayapti. Mana bunday bo'lish kerak. Ko'rdingizmi? Bunaqasiga tos ana bo'lish kerak, qayrilish kerak. Narsani qo'shing. Xo'p. Mana bu yerda yana ham salgina qilsangiz, yo'qroq rotation qilsangiz, kalla bunayroq keladi. Bunda mana bu chiziq bo'yicha yurayotgandek bo'ladi-da. Tak. Umumiy yo'nalishni qarang, bunday. Salgina eging bu yoqqa. Bundayroq bo'lsin. Mana bu yerga kelib turibdi-da, kallasi. Keyin mana bu tosni ham to'g'irlash kerak. Ikkita oyoq mana bu yoqdan chiqyapti, tosni ham shunga moslashtiring. Tosingizni mana bunaqasiga rotation qilish kerak. Tak, oyoq mana bu yoqdan chiqish kerak-da. Tosni tursangiz oyoq chiqish to'g'ri bo'ladi. Mana bu tangentlardan qoching, ya'ni ikkitani bir-biriga yaqin kelib tegib qolishidan qochish kerak. Mana bu qo'lni ham sal orqaroqqa o'tkazsangiz yana ham yaxshiroq bo'ladi. Tak. Mana bu oyoq itib bersak, ham bu yerga kelyapti. Ko'rdingizmi? Uchiga. Sizniki mana bu oyoqdan berib bo'lsa, uchi bu yoqqa ketib qolyapti. Ya'ni oyoqni bu yoqqa qo'ying, bunday qo'ying. Hop. Mana bu yerlarga twist ko'rsatish kerak. Qarang. Mana bu yoq ko'proq qayrilgan udar uchun tos orqaroqda qo'ygan. Tushundingizmi? E'tibor bergan bo'lsak, ko'krak qafasida chizig'i mana bu yerda. Ko'rdingizmi? Tosni yuzasi mana bu yoqda. Ko'rdingizmi? Mana bunaqasiga qayrilyapti. Ko'rdingizmi? Mana bunaqasiga. Ya'ni mana bu yerda yuzasi kattaroq. Mana bu yuzasi katta, kichikroq. Bu degani
Bu buyog'i qirilgan, bu buyog'i qirilgan, ko'proq bo'lishi kerak. Xo'p, mana bu yer yaxshi, line affectionlar zo'r. Mana bu yerda anavini o'zi tushib ketib qolyapti. Tosti o'zi pastga tushib ketib qolyapti, ko'rdingizmi? Elongation deydi, anavini yurishiga nima edi? Tosti o'zini rotation qilmang. Bu yerda mana bu oyoq tushishi bu tosti rotationdan bo'lyapti, translationdan emas. Qarang, beli uzayib ketyapti sizda ekan, beli. Beli uzayib ketishi yaxshi emas. Mana bu yerga bunaqa oyoq qilmang, to'g'ri oyoq qiling. Chunki chiroyli chiqadi yurish. Tak. Oyoq tushyapti, tostga ana bermayapti. Nima edi? Ta'sir bermayapti. Tostni ham animatsiya qiling. Umurtqaga qarang. Umurtqa. Ne bo'lyapti? Umurtqa. Mana bu yerda ko'proq qayirish kerak. Mana bu yerda ko'proq qayiring. Ko'proq qayiring. Kam qayirilgan. Mana bu yerda to'g'rilanadi keyin shunda. Shunda qarang, kalla kam yuryapti-da. Bunday bo'lsa, kalla mana bu yerga kelish kerak. Kalla mana bu yerda uzoqroqdan bu yoqda tursa, qayrilib, bundayroq bo'ladi. Yaxshi. Mana bu yerda to'pig'i sal sinib qoldi, o'shani to'g'rilang. Qarang. Ne bo'lgan? To'pig'ini sal yo'qotsangiz, chiroyli bo'ladi. Mana bu yerda balans sal yo'qolib qoldi, qarang. Bizdan ne pastga ketib qoldi bu yoq. Ko'rdingizmi? Oyoqni to'g'riroq qiling anaqasiga. Mana bu yerda ham to'piq sinib qoldi, to'g'rilish kerak. Mana bu yerda qarang, juda ham ana bu o'xshab ana chiqib ketyapti, chiziq chiqib ketyapti. To'g'ri mana bunaqa chiziq qilganingiz yaxshi. Bunaqa line of action. Bellar to'g'rilang. Umurtqani hamma kontrolni belgilab, rotationlarni hammasini translation bir xil 0 qilib, birga ana to'g'rilaganimiz yaxshi-da, shunda tekis bo'ladi. Qo'llarim sal balandroq, undayroq qilganingiz yaxshiroq. Tostni to'g'rilash kerak. Judayam yaxshi. Yaxshi. Mana bu spline ga o'tirsangiz bo'laveradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat.